Assalamu alaikum hürmetli televizyon kögüçiler. Uyghur televiziyasının gündelik haberlerini görüşünlerini karşı alınız. Xitayning Türkiye'deki baş elçisi 18. Mart Üniversitesi'nin Uyghur alimlerini teklif kılganlığı narazılık bildirgen. 10 bin kişilik festivaldaki Türkistan keçisi. İzmir azadlığının 97 yıllık tebriklendi. Fransiyada issiq havo to'lqini 1500 kişinin jiniga zamin bo'ldi. Tövende diktanlar haberlerimizden tepsili mezmunlardı bolsun. Erkin Asya Radyosu xabarida Xitoyning Turkiya turishliq bosh elchisi Dingli Turkiyadagi Çanakkale 18 Mart Universitetida o'tkazilgan dunyoga mashhur asli turk olimlar yig'iniga g'arb ellardagi ba'zi Uyg'ur tadqiqotchilarining taklif qilinib, doklad bergizilganligiga norozilik bildirdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin o'tgan hafta o'tkazgan mazkur faoliyatiga Amerika Massachusetts Texnologiya institutining gen tadqiqotchisi doktor Maysam Mutallipova, Amerika olim bo'shliq idorasining optika injeneri doktor Erkin Sidiq, Shveysariyadagi yumshoq detal injeneri doktor Abdushukur Abdurashid, Avstraliyadagi mustaqil tadqiqotchi doktor Mamtimin Ala, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komiteti mudiri Ömer Qanat va muavin raisi Farhod Muhammadi qatorliqlar taklif qilinib doklad bergan. Türkiye'deki Xabarnida namlıq to'rining bildirishicha, Xitoyning Turkiyadagi bosh elchisi Dingli mazkur faoliyat munosabati bilan Turkiya hukumatiga norozilik bildirib, yig'inda doklad bergan Uyg'ur mutaxassislarni terrorchi deb ayblagan. Xabarda Xitoy bosh elchisining bu norozilikni qachon va qaysi shaklda bildirganligi tilga olinmagan bo'lsa-mu, lekin uning kichikkin ishlarni Uyg'urlarga aloqador har qanday demokratik inkosni hukumatga shikoyat qilishni bir xil odatga aylantirib olganligi ma'lum bo'lmoqda. Xabarda bayon qilinishicha, Xitoy elchixonasi Turkiyadagi idora jamiyat va shaharlik hukumatlarining faoliyatlariga Uyg'urlarni taklif qilishiga qarshilik chiqarib, ularga ministerliklarga shikoyat qilamiz, Erdo'g'onga deymiz deb tahdid solmoqda ekan. Ba'zi byurokratlarning bu tahdidlarga bosh egib, o'zlari tilganligi va buningdan keyin ehtiyot qilishga va'da berganlikdan tanqidlanib, u kishilarning Xitoy elchixonasiga buning ichki ishlarimizga qo'l tiqqanlik bo'lganligini bilmamsiz deb javob bermayotganligini ta'kidlagan. Mazkur yig'inda Maysam Mutallipova zo'r o'lchamda DNA to'plash bilan majburiy ishga a'zo ko'chirishning munosabati, Erkin Sidiq yangi planetlarni bayqovchi olam teleskopi, doktor Abdushukur Abdurashid o'lchamli kompyuter bulut texnikasi qatorliq temalarda doklad bergan. On 6. qitimli xalqaro Anadolu Türkleri Madaniyat san'at festivali 30 avgust kuni Turkiyaning poytaxti Anqarada boshlanib, 9 sentabr oyoqlashdi. Festivalga Sharq Turkiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Qibris qatorliq turk davlatlari va Turkiyaning har qaysi shaharlaridan guruhlar qatnashdi. Har qaysi rayonlardan kelganlar o'z chedirlarini o'zlarining yerlik urf-odatlari bo'yicha bezadi. Faoliyat qatnashgan Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatimi o'zlariga tava faoliyat uyini Sharq Turkistonning milliy qo'l hunar buyumlari va milliy simvollik kiyim-kechaklari, Sharq Turkiston xaritasi, Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiliklari, tarixiy va madaniyat yo'qitishlari tasvirlangan fotosurat bilan bezab, Uyg'ur madaniyat uyiga kirgan har bir sayohatchiga vatanimizning qisqacha tarixi va hozirgi zulm ahvoli yozilgan tashviqot varaqchilarini tarqitib, festivalga kelgan butun mehmonlarning diqqatini jalb qildi. Festivalning 8 kuni Sharq Turkiston kechiligi o'tkazildi. Kechilikka Anqara Etimeskut belediye boshlig'i, har qaysi partiya vakillari, millat vakillari, Turkiya Oliy sud mahkamasining sudchisi, taftishleri, Qirg'iziston Anqara buyuk elchisi, Milliyetçi Hareket Partisi har qaysi shahar vakillari, Ayultuz partiyasi raisi va xalq ommasi bo'lib 10 mingdan ortiq kishi qatnashdi. Faoliyat boshlanib, riyosatchi vatanimiz Sharq Turkistonni va u yerda yashaydigan Uyg'urlarni qisqacha tanishtirgandan keyin o'zining yangroq ovozi bilan she'r deklamatsiya qilib, Turkiya uchun tunilgan kichik mujohid Qashqari, shoira Nurayla Gökturkning Vatan sangi yig'layman degan turk she'rini deklamatsiya qildi. Necha minglagan omma qo'llarida Ayultuzlik ko'k bayroqlarni lapildatib, maydonni hayajonli tusga kirgizdi. sentabr İzmirning dushman ishg'olidan ozod bo'lganligining 97-yillik xotir kuni bo'lib, o'xshashla 1992-yil 9 sentabr kuni Anadolu'mu dushmandan tozalangan kun. Bu ozodlik xotir kunini İzmir xalqi jo'shqin kayfiyat ichida tabrikladi. Tabriklash faoliyatlari 350 kvadrat metrlik Turkiya bayrog'i ilib mengilgan zafar yurishi bilan boshlanib, İzmir valiy mahkamasi oldida tantanalik marosim o'tkazilib, otliq qismning İzmirga kirishi kishilarni hayajonga soldi. Orqadan ikki askar istiqlol marshiga tankash qilib bayroq chiqardi. Otliq qism Afyon Karahisardan elib kelgan Turkiya bayrog'ini İzmir valisi Erol Ayıldızga taqdim qildi. İzmir ozodligining 97 yilligini tabriklash faoliyatlarini yuqori pallik ko'tarish uchun Soli Turk va Turk yulduzlari uchish mahorati ko'rsatdi. Fransiyada 2003-yil yuz bergan va 20 kun davomlashgan issiq havo to'lqinida 15 ming kishi jonidan ayrilgan edi. Fransiya iyun va iyul oylarida havoning issiqligi o'rta hisobda 46 gradusga chiqib, issiq havo to'lqini sababidan 1500 dan ortiq kishi o'lgan.
Fransiya Səhiyyə Ministri Agner Bozien iyun və iyul oylarında 1500-dən köpürək kişinin ölgənligini, yəni Fransiya hökuməti və xalqlarının tirişçanlığı, issiq havoga qarşı aldın alınğan tədbirlər bilan issiq havodan ölüş nisbati 2003 yildagi issiq havo to'lqinidan 10 hassa az bo'lganligini aytgan. Fransiya 2003 yil yuz bergan 20 kun davomlashgan issiq havo to'lqinida 15 ming kishi jonidan ayrilgan ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.